Assalomu alaykum. Xayrli kun, yana bir marta. Xayrli lahzalar har birimizga. Demak, bugun mavzuyimiz hayajon va stress. Bu mavzu juda keng qamrovga ega, lekin shunday bo'lsa-da, sizlarga asosiy joylarini, hayotimizda ko'p uchraydigan holatlarni tushuntirib o'taman. Hayajonlanish bu bizda ko'pincha bolalikdan boshlanadi va o'smirlikdan boshlanadi. Ya'ni o'smirlik davrida hayajonlanish uchun juda ko'p sabablar mavjud bo'ladi. Chunki o'smirlik davrida murakkab davr bo'lib hisoblanadi. Maktab, do'stlar, uy-yumushlar, insonning munosabatlari atrofdagilar bilan, bularning barchasi insonning his-tuyg'ulari bilan birga ularni bezovtalik uyg'onishiga ham olib keladi insonning ichki tomonidan. Aslini olganda biroz bezovtalikning hech qanday zarari yo'q bo'lib hisoblanadi. Ba'zida mana shu xavotirlanish ham biroz foydali bo'lib hisoblanadi. Lekin haddan tashqari ko'p xavotirlanish bu sekin-astalik bilan stressga kirib borish holatlarini keltirib chiqaradi insonda. Ammo mana shu bezovtalik va stress hayotingizni buzganda siz salbiy his-tuyg'ularni yengillashtiradigan bevosita ma'lum bir o'zingizga praktika, meditatsiya yoki shunga o'xshash dasturlarni o'zgartirishga qaratilgan texnikalar bilan shug'ullanishingiz kerak bo'lib hisoblanadi. Ba'zida mana shunday salbiy his-tuyg'ularni bir-biridan ajratish juda qiyin bo'lib hisoblanadi. Siz o'zingizni yomon his qilayotganingizni bilasiz, lekin bu nima ekanligini tushuna olmaysiz. Bu holatda sizda ko'ngil g'ashligi, g'azab, qayg'u, qanaqadir tashvish, yuragingiz tez urish holatlari, mana shunday o'zingizdagi ichki jarayonlarni his etasiz. Bu chalkashlik mutlaqo tabiiy bo'lib hisoblanadi aslini olganda. Negaki bunday murakkab his-tuyg'ularni farqlash biroz qiyin bo'lib hisoblanadi. Chunki ular ko'pincha bir-biriga ta'sir qila boshlaydi. Aslini olganda his, hayajon nima? Tuyg'ular kuchli, bilasiz, insonning ichki tuyg'ulari kuchli va tartibsiz bo'lib hisoblanadi. Biz ularni har doim boshdan kechiramiz. Har bittamiz. Siz ham, hattoki men ham, boshqalar ham, hamma inson. Har qanday his-tuyg'u ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin ekan. Hech bir his-tuyg'u aslini olganda yomon hisoblanmaydi. Agar bu his-tuyg'ular ko'payib ketsa, bu yaxshi bo'lmagan holatgacha olib keladi. Har bir his-tuyg'u harakat bilan bog'liq bo'lib, harakat doimo moslashadi. Ya'ni bu sizning his-tuyg'ularingizga munosabatingiz bo'lib hisoblanadi. O'tgan darsda biz katta o'zingizdagi bo'lgan qo'rquvlar mavzusida suhbatlashgan edik. Va eng katta qo'rquvingiz haqida hozir o'ylab ko'rishingiz mumkin. Tasavvur qiling, hozir eng katta qo'rquvingiz, misol uchun kelingki, agar hozir eshigingiz oldida yoki qarshingizda yo'lbars paydo bo'lib qolsa, nima qilgan bo'lardingiz? Bu siz uchun qanaqadir qo'rqinchli bo'lib tuyulishi mumkin. Bu sizni aslini olganda his-tuyg'ularingiz bo'lib hisoblanadi. Sizda
xuddi shunday davrda birinchi bo'ladigan his-tuyg'u undan tezroq qochish bo'lib hisoblanadi. Ya'ni shunga ichingizdan turtki paydo bo'ladi. Qochish esa aslini olganda o'zingizni himoya qilish bilan barobar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni qochishni ortida o'zingizni himoya qilish uchun yo'lbars qarshisidan yoki agar eshik qarshisida bo'lsa, eshikni yopishga urinasiz yoki umuman o'sha xonadan, o'sha joydan qochishga harakat qilasiz. Shunday qilib, bu his-tuyg'u sizni himoya his-tuyg'usi sizni ichingizdagi xavf-xatardan qutqarishga yordam beradi. Bilasiz, insonda tushkunlik bor va depressiya bor. Qayg'u bu yana bir murakkab tuyg'u bo'lib hisoblanadi. Vaqti bilan xafa bo'lish odatiy hol bo'lsa-da, bu tuyg'uni yoqimli deb bo'lmaydi aslini olganda. Va kuchli qayg'u depressiya alomatlari bo'lishi mumkin. Endi sizga savol beraman. Guruhga javob yozing. G'amgin bo'lgan kunlaringiz ko'pmi yoki aksinchami? Ko'p. Ko'p. Tushunarli. O'zingiz yoqtirgan mashg'ulotlarga qiziqishingiz yo'qolyaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Javob yozing, kutyapman. Deyarli har kuni asabiylashyapsizmi? Ha yoki yo'q, yoki pilus qo'yishingiz ham mumkin. Yo'l qo'yishmaydi xohlagan narsamga. Tushunarli. Agar siz 2 hafta davomida har doim g'amgin bo'lsangiz yoki butun yil davomida sizga qora bulutlar egallab olgandek o'zingizni his qilsangiz, doim tushkunlikda bo'lsangiz, shu holatda yashab o'tayotgan bo'lsangiz, bu nafaqat qayg'u, balki tushkunlik bo'lishi mumkin. Bunday tashxis qo'yish uchun bilingki, biz psixologlar sizda yoki ishtaha ochilib ketadi deymiz, yoki ishtaha bo'g'iladi deymiz. Uyqusizlik yoki aksincha juda ko'p uxlashga tortadi deymiz. Diqqatni jamlolmay qolasiz bunaqa vaqtda. Energiya tushib ketadi. Bezovtalik kuchayadi, to'g'rimi? Doimiy holatingiz tushkun holatga o'ta boshlaydi. Stress nima? Sekin astalik bilan ketma-ketlikda tushuntirib boraman, sizga tushunchaga ega bo'lishingiz uchun aynan siz. Stress insonning qon tarkibi, ya'ni inson stressda bo'lganida uning qon tarkibi o'zgara boshlaydi. Ya'ni miyasidan adrenalin degan stress
va serotonin degan o't pufagidan gormonlar ishlab chiqara boshlaydi. Stress bu himoya, stress bu uyg'onish davridagi bo'lgan holat, stress bu barbod qilish reaksiyalarini bildiradi. Stressni me'yorida bo'lgani yaxshi. Stress yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bu holatlarning, stressning ham hattoki me'yor darajasida insonning hayotida bo'lgani yaxshi. Chunki umuman stress bo'lmasa, siz hech qanday hayotingizga o'zgarish kiritishga harakat qilmay qo'yasiz. O'z ustingizda ishlamay qo'yasiz, o'zingizni holatingizni o'zgartirishga qiziqish uyg'onmay qoladi, bir xillikda yashashga o'rganib qolasiz. Stressning me'yori hattoki insonni muvaffaqiyatgacha olib borar ekan. Me'yorida bo'lmasa, ruhiy xastaliklarga, hattoki ichki ruhiyatni buzilishigacha olib borar ekan. Stress kam stress va tez stressga tushib turadigan insonlarda sekin astalik bilan ularda kuchli depressiv holatlari ko'tarila boshlaydi. Ya'ni ko'p ketma-ketlikda stress kam yillar davomida stressning ko'payib borishi bu insonni keyinchalik chuqur depressiyaga kirib qolishiga ham sabab bo'ladi. Yoki unda qo'rquv kuchayib ketish holatlari ham bo'ladi. Ko'ryapsizmi, qo'rquv bilan stress, depressiya hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib hisoblanadi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, ketma-ketlikda yillar davomida stressga tushib boradigan inson, tez stressga tushadigan inson, stresslarning yig'indisi miyaga to'planib qoladi va u ishga tushadi birdan. Va insonda o'zidan himoya boshlanadi. Tushunyapsiz? Insonda o'zidan himoya boshlanadi. O'zi bilmaydi nima bo'layotganini, qo'rquv, o'ldirilib ketishdan qo'rqadi, doimiy xavotirda yashaydi, yuragi tez uradi, holati yaxshi bo'lmay qoladi, kuchli titroqlari bo'ladi. Ya'ni qarangki, stress, kuchli depressiya va qo'rquvning alomatlari bir-biriga juda ham o'xshash bo'lib hisoblanadi. Va bu keyinchalik sekin astalik bilan agar chuqur apatiya, ya'ni apatiya deymiz, chuqur depressiv holatdan ham chiqmasa, bu sekin astalik bilan nevrozgacha olib boradi insonni. Bu yerda o'sha kuchli nevrozga yetib borgandan so'ng unga biz psixologlar emas, ko'proq psixoterapevtlarning yordami kerak bo'lib hisoblanadi. Psixoterapevtlar kimlar? Bular aynan biz masalan dori-darmonsiz faqat ma'lum bir praktika, ma'lum bir texnikalar bilan ish olib boradigan bo'lsak, psixoterapevtlar o'sha ma'lum bir o'zining apparatlari bo'ladi, qayergadir insonning qayerigadir ulab qo'yadi uni, ma'lum bir shnurlarni, shunga o'xshash narsalarni u dori-darmon bilan davolaydi. Uning yo'nalishi biroz boshqacha bo'ladi. Nevroz, vahima, qo'rquv bu stressning katta va ko'p miqdorda ajralgan qismi bo'lib hisoblanadi. Nerv tomirlarida sekin astalik bilan mana shu stress boshlanganida qanday tushuntirsam sizga, stress boshlangan davrda ketma-ketlikda stressning bo'lish oqibatida uning qon tomirlarida ma'lum bir modda yig'iladi va shuning to'planishi yig'indisi
unga kuchli depressivni holatni shakllantirib beradi. Vahima bu gormonga bog'liq bo'lib hisoblanadi aslini olganda. Bu ham vahima ham aslini olganda e'tiborli bo'ling, himoya reaksiyasi bo'lib hisoblanadi. Stress nima degan savolga shunday javob beraman sizga. Stress bu inson hayotida va harakatida hal qilolmay xayolida kurashish natijasida paydo bo'ladigan holat deyman. Depressiya bo'lsa o'ziga va hayotga, insonlarga, atrofdagilarga bo'lgan ishonchsizlikning kuchayishi bo'lib hisoblanadi. Kuchli ishonchsizlikning kuchayishi bu insonni depressiv holatga kirgizib boradi. Tushkunlikning, yolg'izlikning, ya'ni yolg'iz qolishning, to'xtovsiz xavotirlanishning, ko'p uxlash va charchoq hissiyotlarini uyg'otadi depressiv holatdagi inson. Bu yerda bundan ham sekin-astalik bilan chiqish holatlarini, chiqish praktikalarni beraman sizga. Hozir bir daqiqa. Xo'p, uzr so'rayman. Inson hissiyotlarni uyg'onib ketganida, ya'ni bilasizki, har bitta insonda kuchli his-tuyg'ular uyg'onganida, depressiv holat yoki stress holatlari bo'lganida inson javob berishga qiynaladi, o'zining his-tuyg'ularini tushunib yetishga qiynaladi. Ayniqsa, shunchaki javob berish istagi ham yo'qolib bora boshlaydi. Murakkab, mana shunday murakkab stress, ya'ni mana ko'pchilik e'tibor qilgan bo'lsalar, stress deyiladi, depressiya deyiladi, his-hayajon, shunga o'xshash holatlari juda ko'p, mana shu his-tuyg'ular nomlari, ichki ruhiyat nomlari ko'p aytiladi, lekin aynan nima ekanligi tushuntirilmaydi. Bular aslini olganda juda murakkab his-tuyg'ular bo'lib hisoblanadi. Bu his-tuyg'ularni paydo bo'lishiga va ketishiga yo'l qo'ymaslikning eng yaxshi usullaridan biri uni shunchaki qabul qilishni o'rganish bo'lib hisoblanadi. Aytiladi insonlarda, men stressdaman, men depressiv holatga kirib qoldim, meni holatim yaxshi emas, doim qo'rquvda yashayman deyiladi, lekin aslini olganda shuni qabul qilishni bilishmaydi. Ha, men shunday holatdaman. Ha, men qabul qilaman. Shu holatni deb qabul qilish ongida bo'lishmaydi. Ya'ni siz mana shunday holatda bo'lganingizda, shunaqangi ruhiy buzilish bo'lganida, ya'ni buni biz ruhiy buzilish deymiz. Kuchli nevrozga kirib qolishlar, bular ham ruhiy buzilish bo'lib hisoblanadi aslini olganda. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, aytib o'tdim, avval stress holati bo'ladi. Ketma-ketlikda stress holati va ketma-ket stresslarning yig'indisi depressiyaga olib boradi va depressiyani yana ham ketma-ketlikda bir necha marta buzilishi, bir necha marta bo'lib o'tishi o'sha insonni nevroz holatigacha keltirib chiqaradi. Nevroz bu umuman boshqa, chuqur apatiyaning kuchayib ketganligida bu nevrozlar bilan o'sha boshqacharoq ish olib boriladi. Hozir bizning mavzu nevroz bo'lmagani uchun nevrozga ko'p urg'u bermaymiz va aynan mana shu hozirdagi his-tuyg'u, stress, hayajon va depressiya holatidan chiqishni sizlarga hozir aytib o'taman. Demak, xuddi shunday murakkab his-tuyg'uda bo'lishingizda siz birinchi qo'yadigan qadamingiz sizni shu bo'ladiki, aynan siz shu holatingizni qabul qilasiz. Stressdamisiz? Ha, men stressdaman. Qabul qilishni boshlaysiz. Qabul qilish ongida bo'lasiz. Bu sizni his-tuyg'ularingizdan
rozi ekanligingizni bildiradi. Yo'q, men noroziman, yo'q, bundan chiqishim kerak, yo'q, unaqa qilishim kerak, bunaqa qilishim kerak deb kurashga kirib ketmasligingiz kerak bo'ladi. Inson ongi kurash ongida yashab o'rgangan va shuning uchun hattoki stressga tushib qolganda yoki depressivni holatda bo'lganida, depressivni holat bu kuchli uyqu kelishi yoki aksincha uyqusizlik bo'lishi, ko'p ovqat yeyishi yoki ishtahaning bo'g'ilishi, ko'p yig'lashi kelishi, sababsiz yig'i kelishi, sababini bilmaydigan qo'rquvlar ko'tarilishi, ichki titroqlarning kuchayib borishi, bular har bittasi aslini olganda depressivni, ya'ni depressiyaga kirib qolish alomatlari bo'lib hisoblanadi. Va mana shu murakkab his-tuyg'ularingizga siz rozi ekanligingizni bilish, tushunib yetishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men roziman, men qabul qilaman deyishingiz, bu siz o'sha narsalarni ortidan kirib ketishingizni bildirmaydi. Siz bu narsadan yiroq bo'ling. Hozir men ba'zi birlar o'ylaydi, hozir men rozi bo'lsam, shu holatimni qabul qilsam, bo'ldi, men yana depressiyaga chuqur kirib ketaman. Yo'q, bundan chiqishning eng oson birinchi qadami mana shu rozi bo'lib, shu holatga rozi bo'lib, shuni qabul qilish bo'lib hisoblanadi. Ya'ni sizda mana shu holatlarning borligini tan olasiz. Tushunyapsizmi? Tan olasiz xolos. Chunki inson mana shu holatini tan ola olmaganida u bilan kurashga kirib ketadi. Shu jarayon bilan kurashga kirib ketadi. Shu jarayon bilan kurashyaptimi, inson ich-ichidan o'zini holatini yana ham chuqurlikka itara boshlaydi. Rad etish sizga bumerang kabi sizga qaytib kelishni boshlaydi. Ya'ni bu qaytib kelishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Bumerang bilasiz, bu ma'lum bir o'ziga uchburchakka o'xshash, qanday tushuntirsam, asbob, ya'ni qayerga otsangiz aylanib o'zingizga qaytib keladi. Bizda bu bumerangni qaytar dunyo deyishadi. Kimga nimani qilsang, xuddi o'sha o'zingga qaytib keladi degan ma'nosida bizga keladi bu. Murakkab his-tuyg'ularga, ya'ni mana shu his-tuyg'ularingizga e'tibor berish, ularni tezroq va uzoq muddatli nojo'ya ta'sirlarsiz yengishga sizga yordam beradi. Ya'ni uni tan olishingiz, uni e'tibor berishingiz aynan shu his-tuyg'uga, shu stress holatiga e'tibor berishingiz sizni chuqur depressiyaga kirib ketmasligingizdan himoya qiladi. Tez va oson chiqib ketishingizga yordam beradi. Ya'ni sizni mana shunday salbiy his-tuyg'ular egallab olganida siz aynan o'sha vaqtda nima qilish kerakligini tushunib yetishingiz juda qiyin bo'ladi. Chunki siz agressiyada bo'lasiz, chunki siz g'azabga kirishingiz mumkin, chunki siz janjal qilgingiz kelishi mumkin, sizni ichingizdagi holatlaringiz ko'tarilib berishi mumkin bo'lib hisoblanadi. Ya'ni siz shu depressiya, g'azab va tashvish bilan yaxshiroq kurashishni sekin-astalik bilan o'rganib borasiz. Demak, sizda shunday holatlar ko'tarilganda, birinchi qiladigan ishingiz bu shu holatni qabul qilib, tan olib, rozi bo'lishingizda bo'lib hisoblanadi. Va siz depressiyadan chiqish uchun, ya'ni depressiya vaqtida siz energiyangizni yo'qotasiz, ilgari siz uchun oson bo'lgan, hattoki osongina har doimgi qilib yurgan oddiygina uy yumush ishi yoki ovqat pishirishingiz ham sizga juda qiyin ishdek tuyuladi, juda amalga oshirish qiyin bo'lgan ishdek tuyula boshlaydi, sizda harakatsizlik boshlanadi, sizda ma'lum bir sikllarning buzilishi boshlanadi. Ya'ni siz har doimgi to'g'ri rejimdan boshqa rejimga o'tib qolasiz.
Sizga aynan shu vaqtda birinchi qadam, yuqorida aytib o'tgan qadamimizdan keyingi beradigan yordam, kayfiyatingizni yaxshilashga yordam beradigan yaxshi odatlarni rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. O'zingizdagi yaxshi odatlarni oddiygina jarayon. Misol uchun o'zingizni yaxshi tomonlaringizni aytishni boshlashingiz mumkin. Ismingizni aytib, men zo'rman. To'g'ri, sizga hozir qanaqadir boshqacha tuyulishi mumkin bu holat, lekin haqiqatdan ham sizga bu zo'r yordam beradi. Chunki xuddi shunday davrda siz o'zingizni yaxshi jihatlaringizni o'zingizga ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, bunday odatlarga yana o'z-o'zini parvarish qilish yoki jismoniy mashqlar ham yordam beradi. Chunki depressiya vaqtingizda siz energiyangizni yo'qotib qo'yasiz. Jismoniy mashqlar qilayotganingizda siz qayta o'zingizga energiya yig'a boshlaysiz. Bu sizga juda yordam beradi. Xo'p. Ya'ni undan keyin kichik maqsadlar qo'yishingiz mumkin. Katta maqsad qo'yish kerak emas. Chunki depressiv holatda yoki stressga kirgan holatingizda katta maqsad qo'yganingizda u juda ham ulkan va qo'li yetmas maqsad bo'lib hisoblanadi va sizni yana qaytib stressga kirib qolishingizga yordam berib qolishi mumkin. Shuning uchun kichkinagina maqsad qo'yishingiz mumkin. Misol uchun uyda o'tiradigan ayol bo'lsangiz, uyga oddiygina pirojni olishni maqsad qo'yishingiz mumkin. Oddiygina shunchaki qanaqadir narsani xarid qilishni maqsad qo'yishingiz mumkin. Sovg'aga kirib kelishini maqsad qo'yishingiz mumkin. Aslini olganda bular juda kichkina maqsad bo'lib hisoblanadi. Chunki xohlasangiz osonlikda kirib kelish mumkin yoki o'zingiz o'shani amalga oshirishingiz juda oson bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun juda kichik qadamlardan boshlashingiz kerak bo'lib hisoblanadi. Chunki kichkina mana shunday kichik qadamlardan qo'yilgan mana shunday maqsadlar yoki orzular sekin-astalik bilan shundan so'ng kattaroq qadamlar qo'yishga sizga jasorat uyg'ota boshlaydi. Agar shundan so'ng ham sizda kayfiyatingiz o'zgarmasa, siz hech ham tashvishga tushmang. O'zingizga yangi ish qidirib ko'rsangiz bo'ladi, yangi ish qilib ko'rsangiz bo'ladi. Shu ishni yoki oddiygina mana shu depressiyadan yoki shu holatingizdan, murakkab bo'lgan his-tuyg'uli holatingizdan chiqishingizga yordam berayotgan oddiygina qilayotgan jismoniy tarbiyangiz uchun ham, siz shuni qila olganingiz uchun ham o'zingizni tabriklasangiz bo'ladi. Tushunyapsizmi? Молодецsan. O'zingizga aytsangiz bo'ladi. Men молодец yoki молодецsan ismingizni aytib. Zo'rsan, yasha. Shu holatingda jismoniy mashq qila olding. Sen zo'rsan deb o'zingizni tabriklasangiz ham bo'ladi. Bu ham zo'r yordam beradi va keyin sekin-astalik bilan keyingi kun yana buni o'zingizga yana qaytib takrorlash orqali o'zingizga yana ham shu holatlardan chiqarishga yordam bera boshlaysiz. Xo'p. Bu yerda yana maqsad qanday tuzish mumkinligini hozir qisqa tushuntirib o'taman. Bir vaqtlar biz ayolmiz, farzandli bo'lamiz, turmush o'rtog'imiz bo'ladi, oilaga kirishib ketamiz, o'zimizdan boshqa narsalarni ustun qo'yamiz va o'zligimizdan voz kecha boshlaymiz. Endi bir vaqtlar sizga yoqqan va siz shunchaki zavqlanishingiz mumkin bo'lgan mashg'ulotlaringiz ro'yxatini tuzib chiqishingiz mumkin. Misol uchun qachonlardir to'qishni yoqtirgansiz, shu nimadir to'qiyotganingizda siz maza qilgansiz, shu holatni qaytib o'zingizga yana berishingiz kerak bo'ladi. Shularni avvalambor yozib chiqasiz. Kimdir raqsga tushishni yoqtiradi, kimdir fitnesga borishni yoqtiradi, kimdir kinoga borishni yoqtiradi yoki
ma'lum bir sayohat bo'lishi mumkin, to'qish bo'lishi mumkin, tikish bo'lishi mumkin yoki shunchaki rasm chizish bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun shularni hammasini siz ro'yxatini tuzib chiqasiz. Bular eng yaxshilari, harakat talab qilinadiganlari bo'lib hisoblanadi. Quyoshda dam olishingiz mumkin. Bu ham zo'r ijobiy g'oya beradi sizga. Ya'ni sizga bajarish juda oson bo'lgan mashg'ulotlaringizni tuzib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Chunki yana qaytaraman, agar qiyin, murakkab narsani tanlab qo'ysangiz, bu juda qiyindek tuyulib, yana qaytib kayfiyatingiz tushib ketishigacha borib qolishingiz mumkin. Siz bu yerda bir nechta variantni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Yoki shunchaki oddiygina sevimli qo'shiqlaringizni ro'yxatini ham yozib chiqishingiz mumkin. Bu ham juda yordam beradi insonga kayfiyati ko'tarilishiga, sekin-astalik bilan stress holatidan chiqishiga. Va bir nechtasini tuzib chiqqaningizdan so'ng ikkinchi qadam, bu e'tibor qilayotgan bo'lsalaringiz, maqsadga erishishni qadamlarini aytyapman. Ikkinchi qadam, mana shu yozib chiqqan ro'yxatingizdan bajarilishi eng muhim bo'lganini tanlaysiz. Eng muhimini. Kelinki 8 ta ro'yxat yozgan bo'lsangiz, eng sizga muhimini yozib chiqasiz, tanlab chiqasiz. Va undan keyin harakatlar rejasini tuzasiz. Qancha batafsilroq bo'lsa, sizga shunchalar yaxshi bo'lib hisoblanadi. Xo'p, keyingi qadam, bu kunlikni yozib chiqqan bo'lsangiz hozir, kunliklarni bir necha kun qilgandan so'ng keyin hafta uchun maqsad qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin sekin-astalik bilan oy uchun qo'yasiz, undan keyin yil uchun qo'yasiz, sekin-astalik bilan mana shunday maqsad qo'yishni o'rganasiz. Xo'p. Yana sizga aynan shunaqangi holatdan chiqishga yordam beradigan yana bitta usulni aytib o'taman. Bu usul o'z-o'zini tinchlantirish deb aytiladi. Men buni shunaqa nomlayman, o'z-o'zini tinchlantirish deb. Negaki o'zingiz bilan o'tirib gaplashib olishingiz kerak bo'ladi. Bu holatni hamma ham qila olmaydi bu narsani. Men o'zim ham juda kech kelganman bu holatga. Bu meni o'zimni taktikam bo'lib hisoblanadi. Qandaydir holatdan chiqa olmay qolsam, shu orqali o'zimga chiqishga yordam beraman. Ya'ni o'tirib o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib olasiz. Ya'ni o'zingizni o'zingiz tinchlantirasiz. Bundayda bu praktika bilan his-tuyg'ularingiz to'lib ketganda foydalansangiz juda ham yaxshi bo'lib hisoblanadi. Va bu his-tuyg'ular sekin-astalik bilan yo'q bo'lib ketadi. Haqiqatan ham yo'q bo'lib ketadi. Unga ishonsangiz bo'ladi. Ya'ni vaqtni sotib olishning bir usuli desak ham bo'ladi buni. Agar siz his-tuyg'ularingizni boshqarish mumkinligini his qilsangiz, lekin anglashni boshqa ko'nikmalari yo'qligini bilmasangiz, siz sekin-astalik bilan mana shu sezgi uchun har bir sezgi uchun 5 ta tinchlantiruvchi faoliyatni tanlashingiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Sezgi, bilasiz, bu bizni intuitsiyamiz hisoblanadi. Ba'zi birlar aytadi, men ko'ra olaman deydi, ba'zi birlar seza olaman deydi. Ya'ni bizda 5 ta intuitsiya bor. Bular ko'rish, eshitish, sezish, ta'm bilish va hid bilish. Ko'rishni bu sayrga borish, daraxtlar bilan yoki gullar bilan zavqlanish. Agar uydan chiqa olmasangiz, uyingizda tuvakli gullaringiz bo'lsa, o'shalarni parvarish qilayotganda ular bilan suhbatlashish, ularni ruhiga ulanib, ular bilan mazza qilib zavqlanish, bularni ham kiritishingiz mumkin yoki qiziqarli videolar, filmlar tomosha qilish.
Bu ham sizni sekin-astalik bilan ochilishingizga yordam beradi. Eshitish. Sokin qo'shiqni qo'yishingiz mumkin. Bu sizni o'zingizni ichki ruhiyatingizga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Kimdir sokin musiqa eshitib tinchlanadi, kimdir sho'x musiqa eshitib tinchlanadi. Masalan, meni o'zim mana shunday holatlarda hind musiqalarini ko'p eshitaman va ancha o'zimga kelib olaman. Negaki, bilmadim, menga yoqadi hind musiqalari. Juda ham sevib eshitaman. Eshitishingiz mumkin yoki tabiatni tovushlarini eshitishingiz mumkin yoki shunchaki hozir YouTube kanallarimizda yoki Telegram kanallarimizda bizni tinchlantiradigan meditatsion musiqalar ham juda ko'p. Ulardan ham foydalansangiz bo'ladi. Tabiatni ifoda etib beradigan, suvni oqib turishini ifoda etib beradigan musiqalar bor. Bular ham ancha tinchlantiradi insonni. Shulardan foydalanishingiz mumkin. Shunchaki sizni o'rab turgan ovozlar, tovushlarni eshitishingiz ham mumkin bo'lib hisoblanadi. Sezish, keyingi sezgi a'zoyimiz yoki intuitiv holat, bu sezish bo'lsa, bu holatda hammom qabul qilishingiz mumkin. Dush, ya'ni tanangizni suvga berib, ya'ni suvni his qildirtirib, shunchaki holatingizni kuzatishingiz mumkin. Ta'm bilish, o'zingizni mazali narsa bilan siylashingiz mumkin. O'zingizni mehmon qilishingiz mumkin. Xohlang chiqib borib, qayergadir borib ovqatlanishingiz mumkin. Xohlang qanaqadir shirinlik keltirib iste'mol qilishingiz mumkin. Bu ham sizga kayfiyatingizni ko'tarilishiga yordam beradi. Keyingisi bilish. Oxirgisi bu hid bilish. Bu atrofdagi hidlarga e'tibor berishingiz mumkin. Sevimli atiringizdan foydalanishingiz mumkin yoki sevimli taomingizni hidlashingiz mumkin. Masalan, men o'zim aroma palichkalardan foydalanaman. Menda doimiy bo'ladi aroma palichkalari. Bular psixologik insonni ichki ruhiyatini tinchlantiradigan palichkalar bo'lib hisoblanadi. Xohlasalaringiz keyin rasmini tushirib yuboraman. Shundan xarid qilishlaringiz mumkin. Bu hamma joyda bor, har bitta shaharda bor, ishonavering. Men doim o'zim shundan foydalanaman. Ham uyimda, ham ofisga keltirib qo'yib, shundan doimiy foydalanaman. Bu insonning his-tuyg'ularini tinchlantirishgacha olib boradi. Xo'p, yoki anglashni o'rganing. Anglashga inson tezlikda kelmaydi, inson anglashga juda kech kelishi mumkin. Bu his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganish bo'lib hisoblanadi. Ya'ni anglash bu his-tuyg'ularingizga quloq tutish deyiladi. Ya'ni ichki his-tuyg'ularingizni tushunib yetish. Bu hozir buni oxirida berayotganim sababi hamma ham hozir anglashga kelmaydi. Bizni o'quvchilarimizning bir nechtalari anglashga kelishgan allaqachon, chunki ular bir necha yillik o'quvchilarimiz ko'p ishlaganliklari tufayli o'z ustilarida ko'p, masalan, bizning kvantlarimizga kirganliklari, kurslarimizga kirganliklari tufayli ularda chuqur anglashlar hozir keladi. Anglashni o'zi ma'lum bir vaziyatni, ma'lum bir muammoni 10% yechildi degani bo'lib hisoblanadi. Bu anglash insonning hatto eng kuchli his-tuyg'ulari ham ba'zan kuchliroq bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ba'zan mana shu anglash kuchli his-tuyg'u paydo bo'lganda ba'zida kuchli bo'lib hisoblanadi, ba'zida zaif, aksincha bo'lib unda o'zini ko'rsatib bera boshlaydi his-tuyg'ulari. Murakkab his-tuyg'ular, ya'ni mana shu stress, agressiv holatlar, qo'rquvlar, bilasiz, bu ham hissiyot bo'lib hisoblanadi, his-tuyg'ulardan biri bo'lib hisoblanadi. Bularni yengish usullaridan biri, demak, ularga e'tibor qaratish bo'lib hisoblanadi. Ularni qabul qilish deyiladi. Aytdik buni.
Boshida bu mashqlarni, ya'ni yuqorida qilishga harakat qilganingizda sizda qanaqangidir boshqacha his-tuyg'u paydo bo'ladi. Tan olish, qabul qilish nima degani bu? Shunchaki qabul qilsang bo'ldimi degani bo'lib hisoblanadi, lekin aslini olganda mana shu stress ham insonni ichki holatini ma'lum bir buzilishi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni inson qachonki mana shu stresslardan chiqishni istasa yoki o'zining ichki holatiga e'tibor qaratmay qo'ysa, stress holatlari ketma-ketlikda paydo bo'la boshlaydi. Stressli holatlardan o'ta boshlaydi inson. Aslini olganda mana shu holatga e'tibor qaratganda bu kamayib bora boshlaydi. Ya'ni buni qabul qilish kerak bo'ladi. Ya'ni katta stress paytlarida bir qadam ortga chekinish, ya'ni shunchaki o'sha vaqtda o'zingizga dam berish, bu eng yaxshi usullardan biri bo'lib hisoblanadi. Siz asabiylashganda nafasingiz e'tibor qilgan bo'lsangiz, bo'lib nafas olish boshlanadi. Shuni sezishingiz mumkin. Ya'ni nafas olayotganingizda go'yoki o'pkangizga to'liq havo yetib bormayotgandek tuyula boshlaydi. Ko'pincha inson stressga duchor bo'lganida, ya'ni qisqa nafas olishlar boshlanadi. Bu sekin-astalik bilan insonni bosh aylanishi va ko'proq tashvishga tushib borishiga yordam beradi insonni. Nafas olish avtomatik yuz bersa-da, uni boshqarish mumkin bo'lib hisoblanadi. Keling, bunda ham bir nechta ketma-ketlikni aytib o'taman sizga. Shu vaqtda, ya'ni nafas olishingiz qisqa, tez bo'lib qolsa, xuddi o'pkangizga havo yetib bormayotgandek tuyula boshlasa, shu vaqtda chalqancha yotasiz yoki stulga o'tirib olasiz. Ko'zlaringizni yumasiz va oldingizda turgan nuqtaga shunchaki e'tiboringizni qaratasiz. Bir nuqtaga tikilib turasiz. Bir qo'lingizni olib ko'kragingizga, ikkinchisini oshqozoningizga qo'yasiz. Bu juda zo'r yordam beradigan usullar qizlar, juda ham zo'r yordam beradi. Juda zo'r texnika bu. Esingizdan chiqarmang. Ya'ni birinchi qiladigan ishingiz shunchaki chalqancha yotasiz yoki chalqancha yotish, bu bilasiz, yuqoriga qarab yotish yoki stulga shunchaki o'tirasiz. Ko'zlaringizni yumib, oldingizda turgan nuqtaga shunchaki e'tibor berasiz. Shunchaki qarab turasiz xayolan. Bitta qo'lingizni ko'kragingizga qo'yasiz, ikkinchi qo'lingizni oshqozoningizga qo'yasiz. Va oddiy nafas olayotganda qaysi qo'l harakatlanishiga e'tibor berasiz. Va ko'pincha nafas olayotganingizda ko'kragingiz ustidagi qo'lingiz harakatlanadi. Chunki nafas olib, nafas chiqarganingizda ko'krak qafasingiz qimirlaydi. Shu vaqtda ko'kragingizni ustiga qo'ygan qo'lingiz qimirlab turadi. Va keyingi qadam burningizdan sekin nafas olasiz. Nafas olayotganingizda oshqozoningiz havo yo'l bilan to'ldirilayotganini tasavvur qilasiz. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Va qo'lingiz bilan qanday sekin bosayotganingizni his qilib ko'rasiz. Bitta qo'lingiz oshqozoningiz ustida edi. Bu vaqt oshqozon ustidagi qo'lni qattiq bosmaysiz. Sekin shunchaki bosib turganingizni his qilasiz. Keyingi qadam og'iz orqali sekin nafas olib, sekin nafas chiqarish boshlaysiz. Nafas chiqarayotganingizda xuddi og'zingizdan shar uchib chiqayotganini tasavvur qilasiz. Ya'ni og'iz bilan nafas olasiz. Yana qaytib tushuntiraman. Nafasni sekin chiqarayotganingizda xuddi og'zingizdan shar uchib chiqayotganini tasavvur qilasiz.
va oshqozoningiz ichkariga kirib borayotganini his qilasiz qizlar. Mashqni takrorlaysiz. Nafas olayotganda qorinni havo bilan to'layotganini his etasiz. Ko'krakdagi qo'l deyarli harakatsiz qolishi kerak bo'ladi. Nafas chiqarayotganingizda qorningizni bo'shashib, pastga tushayotganini his qilishingiz kerak bo'ladi. Shu vaqtda siz zo'riqmaslikka harakat qiling qizlar. Qorin bo'shlig'i mushaklari shunchaki nafas olib, nafas chiqarish kerak bo'ladi. Ya'ni shunchaki nafas olib, nafas chiqishini yengillikda his qilgan holatda o'zingizga shuni imkon yaratib bering. Nafas chiqarish qancha uzoqroq bo'lsa, bu sizga shuncha yaxshi yordam beradi. Xo'p. Shu yergacha tushunarlimi qizlar? Mikrofonlaringizni yoqaymi? Mikrofonlaringiz yoqdimi? Agar xohlasangiz savol berishingiz mumkin. Qizlar, savol bormi shu yergacha? Nafas ololmay. Assalomu alaykum. Eshitaman jonim. Menda ko'p nafas siqilishi juda ko'p bo'ladi-da. Chunki asab qilgan vaqtim esnab, hansirab qolaman, nafas olishga qiynalib. Ana shunday vaqtda mana hozirgi aytgan mashqlarim sizga yordam beradi. Bitta qo'lingizni ko'kragingizga qo'yasiz, bitta qo'lingizni oshqozoningizga qo'yasiz, burundan nafas olib sekin chiqarasiz. Bir necha marta. Qiynamang o'zingizni. Mana shunda nafas yetmayotgan vaqtda bu bitta usuli bo'lsa, ikkinchi usuli demak og'zingizdan nafas olasiz, og'zingizdan sekin chiqarasiz. Bu ham bitta usul. Mana shu ketma-ketlikda berilgan ketma-ketlikdagi praktikalarni ko'rib, qilib ko'ring, qaysi sizga mos bo'lsa, mana shunda nafas yetmayotgan davrda shu mashqni tezda qilib olish o'rganing keyin. Doim sizga yordam beradi. Chunki bir nechta usulni aytdim sizga, bir nechta yordam usullarini aytdim. Qaysi bir ma'qul kelsa, hammasini qilib ko'ring ketma-ketlikda, qaysi ma'qul kelsa, doim shuni qo'llay boshlaysiz keyin. Tushundim. Rahmat ustoz. Arzimaydi jonlarim. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Guruhga kirishim rosa qiyin bo'ldi. Oxirida kirdim. Men chuqur nafas olganimda men meditatsiyadan oldin boshqa vaqt ham o'zimni tinchlantirish uchun chuqur nafas olsam, o'pkamda orqa tarafimda kuchli og'riq bo'ladi. Demak, o'pkada muammo borda, qanaqadir o'pkada og'riq bo'lsa. O'pkada kimdir turibdi degan narsa qarang. O'pkangizdagi o'sha sababi bilan ishlab ko'rishingiz kerak-da siz. Sababi bordi, o'ziga yarasha. Nafas olganingiz, chuqur nafas olganingizda o'pkada og'riq bo'lyaptimi? Demak, ko'p chuqur olmasdan yengilroq nafas oling. O'pka bilan emas, ko'krak qafasi bilan nafas olishga harakat qilib ko'ring 1-2 marta. Unda ham beradi ozroq. Unda ham. Demak, ishlashingiz kerak-da shu tomonlaringiz bilan. Buning o'ziga yarasha sabablari bor-da, demak. Shu agar kursni oxirigacha ham chuqur nafas olganimda har qanday holatda menda og'riq bo'ladi. O'sha nafas yo'llaringizda demak qarang. O'pka va nafas yo'llaringizda nimadir turibdi-da. Qaysidir programma turibdimi, dastur turibdimi? Mana kurs yakunigacha ishlang. Agar o'zgarish pasaymasa yoki o'zgarish bo'lmasa, keyin sessiya olib ko'rasiz, xo'p? Chunki sessiyada aynan o'sha joyingiz bilan ishlanadi-da, u yerda nima borligi bilan. Lekin hali shoshilmang, kurs davomida ishlang, hali bir nechta darslarimiz bor, sekin astalik bilan o'tib ketish ham mumkin. Ya'ni o'sha sabablari bilan ham ishlab qo'yishingiz mumkin-da kurs davomida.
Shu yerda yakunlaymiz bo'lmasa qizlarjonlar. Bu sizlarga zo'r imkoniyat bo'ldi savollaringizga javob olishga va qarang, sizlarga shunchaki dars berilib, shunchaki praktika berib, o'chirib qo'yilmayapti. Ya'ni savollaringizga javob berish uchun sizlarga mikrofonlar yoqilyapti. Bu bekorga emas. Agar kun davomida qanaqadir keyingi darsga qadar qanaqadir sizlarga savol tug'ilsa, guruhga bemalol yozinglar qizlar. Holatlaringizni bo'lishinglar, xo'p? Ustoz, menga o'tgan safargi darsdan savolim bor edi. Aha, bering. Qo'rquv mavzusida mana boshimiz yuqori qismidan tushib ishladik-ku. Ana shunda menda necha kundan beri zinalardan tushayotganimda atrofim boshida qorong'i edi, keyin yorug'lik g'ira-shiraman. Bomdod shom vaqtidek yorishdi sal. Bugun yana negadir qorong'ilashdi. Yorishishi bu sekin-astalik bilan shu qo'rquvdan chiqayotganingizdan alomat. Qaytib yana shu holatga tushgan bo'lsangiz, qayta bajaravering shuni. Demak, yana qo'rquvlaringiz ko'tarilyapti, qo'rquvga kirib ketyapsiz. Yana bajaring. Qayta bajaring qo'rquvni. Qo'rqmang, qayta bajaring, ishlang qo'rquvingiz bilan. Shu yerda ishlang qo'rquvlaringiz bilan qizlar. Ishlanglar, to'xtatmanglar. Bo'lmasam yakunlaymiz shu yerda. Qanaqadir savollar tug'ilsa, chat guruhimizga bemalol yozinglar qizlar, holatlaringiz bilan bo'lishinglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Bu darsga meditatsiya bermayman, chunki stressni yengish uchun, depressiyadan chiqish uchun bir nechta ketma-ketlikda mashqlar berdim. Shularni bajarib ko'ring, qaysi o'zingizga to'g'ri kelsa, depressiyaga tushganda yoki stressga tushganda o'shandan chiqishga yordam berish uchun shu mashqni o'zingiz uchun tanlab olib qo'yasiz. Bunga meditatsiya bermayman. Kelishdiki, keyingi darslarda ko'rishguncha deyman jonlarim. Xayrli kun, kunlaringiz yaxshi o'tsin. Barchalaringizni sevaman. Qo'llaringizdan o'pib qolaman asallarim. Ko'rishguncha.